Yana bir geometriyadan bir ajoyib masalani yechimini ko'rib o'tamiz. Bizda demak ABCD to'g'ri burchak berilgan, AC A va C burchaklari to'g'ri bo'lib, AD tomonga o'tkazilgan CE balandligining uzunligi mana 3 ga teng deb bizga masala shartiga aytyapti. Bo'lsa va BC kesma uzunligi bilan CD kesma uzunligi teng bo'lsa, demak S ABCD ni yuzasini bizdan so'rayapti. ABCD kesma nimani yuzasini so'rayapti. To'rt burchakning yuzasini. To'rt burchak. CD kesma uzunligini A desam, BC kesma uzunligini ham A deb bilaman. Xuddi shunday ekan, D burchagini qanaqadir bir alfa bilan belgilab olsak, xo'sh, hurmatli o'quvchilar, ana bu yeri shunda 90 minus alfa ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni burchak C'si. Qoladi bu yog'i 90 dan ayirsa, qolgan joyi alfa ekanligi kelib chiqadi. Endi qaranglar. Xo'p, B uchidan CE ga bitta perpendikulyar tushirsam, B uchidan bitta CE ga bitta perpendikulyar tushirsak, e'tibor beringlar, alfa uchburchak, to'g'ri burchak, uchburchak bilan, ya'ni masalan, ana shu yerni qanaqadir bir F deb olsak, CE ning uzunligi umumiy 3 ga teng. Ajratilgan kesmalarimiz x va tepasi 3 minus x bo'lib qoladi. Tushunarli? Endi bitta narsaga e'tibor qaratinglar, uchburchak. Xo'sh, BCF bilan uchburchak BCF bilan aynan uchburchak CDE'lar o'zaro bir-biriga teng. Chunki burchagi ham teng, bitta gipotenuzalar ham teng bo'lyapti. Shunday ekan, CE ning uzunligi aynan BF ning ham uzunligi bo'lib qoladi. Qo'rqmasdan aytib bilamiz. Bu ham 3 bo'ladi. Demak, mana bu kesmaning ham uzunligi 3. Xo'sh, buni x dedingizlar, mana bu kesma ham 3 ni beradi, mana bu kesma ham x ga teng. Xo'sh, ana bu CF kesma uzunligi bo'lsa, CF kesma uzunligi DE kesma uzunligi bilan bir xil bo'lib qoladi. DE kesma uzunligi bilan bir xil bo'lib qoladi. Bu endi DE kesma uzunligi 3 minus x bo'lib qoladi. Mana bu 3 minus x. Xo'sh, shunday ekan, bizda S A B C D yuza 4 ta shaklning yuzasini yig'indisiga teng. Ya'ni BFC ning yuzasi S1 masalan, CDE ning yuzasi S2 masalan, ana bu yerda ABFY ning yuzasi S3 lar yig'indisiga teng. Ya'ni shunday ekan, S1 plus S2 plus S3 ga teng. S1 yuzamiz 3 ko'paygan 3 minus x taqsim 2 plus to'g'ri burchak 3 burchak bu. Ikkinchi S2 yuzi ham xuddi shunday. 3 kara 3 minus x taqsim 2 plus ana bu ABFY ning yuzasi bo'lsa 3 kara x ga teng. Yig'indini hisoblasak, demak S ABCD ning yuzasi bu 3 kara 3 minus x dan taqsim 2 dan 2 ta bo'lgani uchun bitta yozsak ham bo'ladi. Plus 3x. 9 minus 3x plus 3x. 2 qisqarib ketib javob demak 9 chiqadi. Javob demak 9 ga teng. C javob.